bitta yangi bloger brachkam bor, tanishim. Anchadan beri oldimga kelyapti, Sasha aka birgalashib video qilaylik, anu qilaylik, atmetka qilaylik. Men xo'p deganman va shartimni aytganman. Assalomu alaykum Sasha aka. Aka. Va alaykum assalom. Sog'liklar. Yaxshimisan, yaxshi keldingmi? Qara. Men kelishingni bilardim. Srazu video bilan chiqdim. Shartim bor, bilaman, video uchun kelgansan, to'g'rimi? To'g'ri aka. Shartimni aytganman. Ehson birgalashib qilsak, Xo'p. muhtoj odamni topamiz. Xo'p aka. Ehsonini qilamiz, videoga yozamiz. Nima uchun video? Boshqa odamlar ham ko'rsin, ehsonini qilsin va senga поддержка bo'ladi kanalingga va bizning obunachimizga plus, xullas hamma yo tomonda plus. Bo'ldi aka. Sen zammisan bu narsa? Zama aka. Qachon? Xohlasangiz bugun qilamiz aka. Nima desangiz o'sha. Qarasho, to'xta, endi to'xta. Obunachilardan so'ring, agar ehsonini sal kattaroq qilsak biz ehson, sizlar ham qo'shilasizlarmi? Sizlar ham yordam berasizlarmi odamlarga? Biz odamini topamiz, muhtoj bo'lgan odamini topamiz. Nobodo bunda manda qo'limizdan kelmasa katta pul rasxod, bunaqa katta pul ehson qilish, narsa olish, sizlar ham yordam berasizlarmi yo'qmi? Kommentga yozinglar. Xudo xolasa birgalashib ham buni kanalni rivojlantiramiz. Bloger, yangi blogerni. Ham bizga zo'r, obunachilarimiz uchun zo'r va kimdir muhtoj bor odamga yaxshilik qilamiz birgalashib. Nima deysizlar? Javob bersanglar kommentga, o'shanga qarab biz ishimizni qilamiz, to'g'rimi? To'g'ri aka. Sizlar ham bizga yordam beringlar inshaalloh. Ehsonning mukofoti ehson. Xudo xolasa sog' bo'linglar.